Mening ismim Temirmusht. O'tgan videoda men zombi apokalipsis bo'ladi degandim va bu ham bo'ldi. Hamma joy hozir zombi bo'lib ketdi. Men bir ritilga qurol zakaz qilgan edim. U olib kelgan bo'lishi kerak va hozir uni olib kelaman. Unga pulni alohida tayyorlab qo'yganman. Bu qurolim. Xo'sh, bu yerdan tushib olaman va yo'q, yomon urdi, yo'q, hozir bormayman. Yaxshi ertalab tushishini kutish kerak. Chunki bular quyoshdan qo'rqadi va quyoshdan chiqa olmaydi. Chunki ular quyoshda yonib ketadi. Shuning uchun menda bunday qurol bor. Mayli. Aslida hozir uxlashim kerak, lekin zombilar juda ham jonga tegishdi. Otib tashardim. Tegmadi baribir. Snayper zakaz qilgandim uzoqdagilarni otish uchun. Lekin baribir tegmaydi. Hozirda faqat uxlash kerak, lekin uxlab ham bo'lmaydi. Chunki monsterlar bor deyapti. Yaxshi jang qilganim yaxshi, pastga tushib jang qilaman. Bu yerdan oziq-ovqatim qayerda edi? Yo'q, bu yerda ekan. Non va kartoshka. Xo'sh, endi kartoshkani pishirib olaman. Chunki kartoshka pishgani yaxshi. Pishirish uchun xo'sh, mayda 3 ta taxta. 3 ta taxta ham yetadi. Hozir xo'sh. Zombilar yo'q. Bu yoqqa kelsam va juda ham zo'r qilich. Eng yaxshi narsa bu qilich. Hozir tezda snayperni olib kelamiz. Yo'q. Bu nima bu? Mayli, bu shunchaki fake. Mana bu uyda sotuvchi bor. Xo'sh, qani. Salom sotuvchi. Salom. Zakazim keldimi? Yo'q, juda ham qimmat. Yo'llar zombilarga to'lib ketgan, shuning uchun kelish qiyin. Obbo. Qara zombi ko'pligini. Albatta. Juda ham ko'p. Iloj bormi kelishiga? Yarim pulni tashab ketsang, olib kelib beraman. Mayli, 32 ta izmirud yetadimi? Albatta yetadi. Bo'pti, hozir. Mashq qutiga sol. Yo'q. Yaxshisi o'zingga beraman. Ol. Ye. Mayli, senga hamma pulni beraman. Qachon keladi? Ertaga keladimi chiqilib? Bilmadim. Zombi ko'p juda ham. Olib kelib berarsan? Ha, albatta, bir hafta chidab kelib beraman. Mayli, senga ishondim. Ishonaver. Xo'sh. Zombi bilan yo'q. Juda ham qiyin jang bo'lyapti. Qornim juda ham ochdi. Xo'sh, bu yoqqa kelchi. Akalaringdek qishloqlar zombilarga aylangan.
Creeperni o'ldirish kerak. Nega creeper portlamayapti? Hayronman. Bular qatib qolganmi bala? Moblar juda ham qatib qolibdi. Mayli, bu bizning foydamizga. Lekin yo'q. Mayda bolacha yo'q, meni o'lishim mumkin. Axir men yangi o'yinchiman. Bu mol. Mayli, bu mol turaversin. Lekin juda ham qo'rqinchli. Polizlarimga ham qarashim kerak. Hozir esa uyga kirib ovqatlanib olaman, chunki mening qornim juda ham ochdi. Uyqu bo'lmasa, o'zi tong otyapti desam. Ha, tong otyapti ekan, yaxshisi. Yaxshilab ovqatlanib olaman. Ovqatlanib olishgan qanday mazza. Qarab turinglar, hozir bular yonib ketishadi. Chunki quyosh chiqyapti. Quyoshni ko'ra olmayapman-ku, lekin ana quyosh chiqyapti. Endi bular yonishadi. Aytganimdek yonib ketishyapti. Lekin bu bizga juda ham ma'qul. Biz yana o'ldirishimiz mumkin. Bu degani zombi apokalipsisdan butunlay qutulganimdan so'ng men bu yerda do'kon ochmoqchiman. Chunki bu yerda ish juda ham zo'r, chunki bu yerda umuman tadbirkorlar yo'q. Shuning uchun do'kon ochmoqchiman. Do'konda har xil mahsulotlar, tovarlar bo'ladi. Asosiy oziq-ovqat. Bular menga yaqinlasha olmayapti. Sabzini olamiz. Chunki sabzi menga yoqmaydi. Yoqadi, bizdan hazillashgan bo'laman. Shuning uchun rostini aytaman. Bu yerga tushib ketmaslik kerak. Yo'q. Yo'qol. Mana bo'ldi. Urushamiz. Bu yerda nima bor? Ha, mayli. Bu yerga umuman tushib ketmaslik kerak. Ha, uni o'rmon ichidan topgan harbiy mashinam bu harbiylarniki ekan va uning eshigi avtomatik qulflangan ekan. Chunki internetdan bilib oldim. U mashina avtomatik yurar, harakatlanar va u o'zini boshqarar ekan. Yo'q, sizlarga aytgunimcha bu yerda zombi meni uryapti. Men zombini urishim kerak. Yaxshisi uyga boraman. Qornim juda ham och qolyapti, ertalab bo'lishiga qaramay. Xo'sh. Qilich yaxshi foyda beryapti. Lekin men hozir jang qila olmayman, chunki mening jonim yo'q. Albatta uyda kartoshka bor. Kartoshkani pishganlarini yesam ancha qornim to'yadi. Ko'ramiz qancha kartoshkamiz pishgan ekan. 4 daqiqani tepaga chiqamiz-da. Endi bu yerda yana narsalarim bor. O'tin. Bu o'tinni endi qo'yamiz va yana kartoshkalarimni pishirib olamiz. Kartoshka yaxshi, ayniqsa pishgani. Mazza, jonim ham to'lib qoldi. Bu yaxshi. Zombilarga qaraymiz, ancha kam, chunki ular nima desam ekan, quyoshdan qo'rqadi. Yaxshisi o'rmonga borib ko'ramizmi?
Daraxt chopib kelamiz. Xo'sh. Kartoshka pishirgani shaxtaga kirmasman axir. Ketdik o'rmonga. Xo'sh, o'rmonda zombi yo'q deb o'ylayman. Har holda hozir ko'ramiz o'rmon ichiga kirib. Chunki o'rmonda bo'lishi judayam katta muammo bo'lishi mumkin. Daraxt chopsak bu yaxshi. Kimga kartoshka yoqsa, kommentariyaga menga kartoshka yoqadi deb keting. Shungacha men daraxt chopaman, chunki kartoshkalarni pishirish kerak. Kartoshkalarni pishirish uchun menga o'tin kerak. Xo'sh, zombilar yo'q. Atrofga qarab ish qilamiz, chunki zombi apokalipsisda zombilar bo'lishi aniq. Axir o'z nomi bilan zombi apokalipsis. Ko'rdingiz qancha zombilarni o'ldirdim. Va menda zombi go'shti turibdi. Naqd 14 ta. Xo'sh, mayli, zombi apokalipsda daraxt chopib yurish qanday g'alati. Lekin bitta gap. Uyim qaysi tomonda? Shuni bilmayman. Ha, bo'ldi. Mana shu daraxtni ham chopib qo'ysam yetadi. Endi uyga qaytaman, chunki уже kech tushib qolyapti. Kech tushgani bu yomon, chunki zombilar menga tashlanishi mumkin. Bu ham o'tin hamma. Xo'p, shu yerda bir nima ko'rgandek bo'ldim. Qishloqqa ishga chiqibdi. Bu yaxshi. Lekin bir gap. Zombilar quyoshdan o'lib ketibdi. Salom, Jitel. Salom. Zombilar ketibdi. Ko'rdim, hozir yo'qib kelaman. Qoch. Qishloqqa. Yo'q, ular o'lib o'libdi-ku. Judayam ko'p zombilar o'lib ketibdi. Bu yaxshi. Va zombilar judayam ko'p zombi. Yo'q. Men ular bilan jang qilishga yoshlik qilaman. Judayam ko'p zombi. Yosh bolalar judayam ko'p. Nima bular? Judayam ko'p zombi. Axir zombilar tugayotgan edi-ku. Bolachalari qani? Yana bitta zombi. Mana. Bo'ldi. Tamom. Tugatadigan umiddaman. Bu yerga tushib ketmasdan haligi Jitelning oldiga boramiz, chunki u bir nima deyotgan edi. Jitel qani? Ha, bu yerda edi-ku. Hey Jitel, gaping bormidi? Ha, kelaydi beraman. Yur orqamdan. Xo'sh, qayerga ketyapmiz? Ha, yuraver orqamdan, keyin bilib olasan. Xo'sh. Nima? Ular zombi apokalipsis hisob tugabdi, chunki zombilarga davo topilibdi. Bu juda ham yaxshi-ku. Yaqinda bizning qishlog'imizga ham yetib keladi. Bu yaxshi. Demak, zombi apokalipsis tugayapti. Albatta, to'g'ri topding. Bo'pti, mayli, rahmat. Endi uyga boraman.
To'g'risini aytsam, bekorona bu qurolga pul beribman. Chunki zombi apokalipsis ham tugadi. Endi menga qurolning nima keragi bor? Xo'sh. Endi bularni uyga olib chiqib qo'ysam ham bo'ladi. Bularni keragi yo'q demayman-ku, lekin baribir kerak bo'ladi-da. Biror kun. Axir bekorga bularni chiqarilmagan. Masalan, kartoshkani yegani chiqarilgan. Judayam mazza qilib yeb olish kerak. Judayam to'yimli. Va mayli, shu yerda videomiz tamom va keyingi qism chiqishi uchun like bosishni unutmang.